Mana yana navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Uzunligi 3,5 metrdan 8 ta yakandoz, 8 ta shunaqa chiroyli kvadrat yostiqlarni tayyorlab berdik. Yostiqlarning qirg'oqlariga popuq qo'yib, ichiga отдельный chexolli qilib yostiqqa berdik. Yakandozlarning orqasi ham mana qizlar satindan bo'lgan. Mag'izlari qizlar ichiga narsa qo'yib tikiladi, qattiq tekis chiqadi. Mana choklari ham umuman bilinmaydi. Qavoqlari 8 qator mayda qilib kvadrat qilib qo'yilgan. Mana qizlar bizni Marg'ilonda juda ham ko'p baxmal qilishadi. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. O'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa qizlar, biz YouTube kanalda ham, Telegram kanallarimizga ham joylab boramiz. Kuzatib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor.